Assalomu alaykum buyruq xizmati obunachilari. INini va JSHRni aniqlashni o'rganamiz. Buning uchun may.soliq.uz saytiga kirib olamiz. Kelib chiqqan oynadan STIR va JSHRingizni aniqlang bo'limi tanlanadi. Hujjat turi O'zbekiston pasporti, seriyasi va raqami kiritiladi. Tug'ilgan sana bo'limiga tug'ilgan kun, oy, yil tanlanadi. Keyingi bosqichda arifmetik amal bajariladi va qidirish tugmasi bosiladi. Bu yerda yuklab olish tugmasi bosiladi va arifmetik amal bajariladi. Yuklab olish tugmasi bosiladi. Zagruzki bo'limidan PDF formatda ochiladi.